Assalomu alaykum qizlarjonim, yaxshimisizlar? Bismillah deb sirli sufleni boshladik. Juda ham kam xarj va o'ylaymanki sizlarga yoqadi. Albatta, videodan keyin tayyorlab ko'rishingizni so'rayman. Birinchi bo'lib, ikkita tuxum sarig'i, oq ishlatilmaydi. 30 gram kraxmal. Unga 420 gram sutimizni yarmini quyamizda. Bitta joyga yig'ilib qolmasligi uchun yaxshilab yengishtiramiz. Qamoshqa bo'lib qolmasligi kerak. Sutimizni qolganini quyamiz. Va yarim qoshiqcha, yarimdan kamroq qoldi, yarim qoshiqcha tuz solamiz. Endi buni o'rtadan pastroq olovda yaxshilab aralashtirib turamiz. Aralashtirishdan to'xtamaslik kerak. Shunaqa quyuq holatga kelganda sir solamiz. Endi sir yaxshilab erib aralashib ketgunigacha yengilab turamiz. Shunaqa qaynab, quyuq masaga kelib, sir polni erigandan keyin o'chirib, chiroyli idishga sovalasizlar. Ustini strech bilan shunaqa qilib tegib turadigan qilib yopishtirasizlar. Xolodilnikka soladigan darajada sovigandan keyin 2 yoki 3 soatga xolodilnikka solib qo'yiladi. Mana meniki 2 soat xolodilnikdan oldim, sovib turib. Endi tarelkaga bo'shatib olaman. Buni yeyish qoidasi: ustiga kokosovый un yoki kokosovый strujkani maydalab un qilib ustiga sepib yeyiladi. Hozir ustiga kokosovый strujkani maydalab qo'yib olamiz. Mana kokosovый strujkani maydalab sepib oldim. Endi kesib yeb ko'ramiz. Turushidan lekin juda ham mazali o'xshayapti. To'g'risi birinchi marta qilib, birinchi marta yeb ko'raman. Bismillah. Qizlar, tayyorlab ko'ringlar. Men 10 dan 10 ball berdim.